Mana shu manzara uchun odamlar kvadrat metriga 3,5 ming dollar to'lashga tayyor. U-Tower'dagi 60 kvadratlik kvartiramiz minimalizm stilida podключ remontini yakunladik. To'liq obzor qilib beramiz. Video taxminan 15-20 daqiqa davom etadi va har bitta uyini podключ remont qilmoqchi bo'lgan uy egasi mana shu video orqali foydali ma'lumotlarni qo'lga kiritsa bo'ladi. Bo'lmasa obzorimizni boshladik. Obzorimizni birinchi planirovkasini tushuntirib berishdan boshlasak, kirganimizda chap qo'lda prixoshka, bu yoqda oshxonamiz, o'ng qo'lda sanuzulimiz, bu o'ng qo'limizda spalni и bizda gостиный bor, chiroyli. Bo'lmasa, birinchi bo'lib menimcha oshxonadan boshlashimiz to'g'riroq bo'ladi. Texnikalarimiz Hoffman и yana qanaqa plus и удобстволari bor Oybek aka. Главное удобстволарdan biz вытяжной sistema qo'yib ketganmiz. Двойной вытяжной sistemada. Обычный вытяжной sistema betdagi havoni tortib bera olmaydi. Biz специальный двойной qo'yganmiz, чтобы ana включатели bor, включательni yoqasiz, uyda ortiqcha hid bo'lmaydi и bu diskomfort olib kelmaydi. Yana plus bitta jihati, bu yerda hamma narsa kompaktni joylashtirilgan, e'tibor bersangiz, filtr uchun, suv filtri uchun, rakvina uchun. Bitta oshxonaga qanaqa udobstvo kerak bo'lsa, hammasi bitta gap bilan aytganda bor. Juda ham yaxshi вытяжной sistemani bo'lgani, chunki studiya formatdagi oshxonalarda hid chiqib ketishi juda ham yomon muammo. Mebellar, mexanizmlari qanaqa materiallardan yasalgan, endi ish pulga tushgan. Mexanizmlarimiz hammasi Bloom mexanizm qo'yilgan, hammasi LMDFlardan, toshlarimiz kvartsvit tosh ishlatilgan. Fartugimizga e'tibor bersangizlar, kvartsvit tosh ishlatilgan. Bu tomonida qarasangiz, mikrovolnovkasi, duxovkasi hammasi kompaktga joylashtirilgan. Bu joyda eng maksimalnisi joyni tejash, joyni maksimal yutish. Chunki kvadratura bari kichkina, bu hammasi investitsion kvartiralar hisoblanadi. Shuning hisobiga maksimalni jatti qilib hamma narsani sig'dirish. Bu narsani biz menimcha uddaladik deb o'ylayman. Demak, arendator keladi, o'ziga kerakli bo'lgan ovqatlarni istada yoki bo'lmasa ozgina ovqat tayyorlab yeb ketsa, arendatorlar uchun maksimal udobstvo qilib berilgan. Zo'r. Yana bitta jihati, U-Tower'da gaz yo'q, hammasi elektrisiz qo'yilgan. Endi bu yerda ko'p yashaydigan odamlar hammasi bilasiz, tayyor ovqat olib keladi. Bu yerda chista razogrev uchun ovqatni isitib yeyish qilingan. Zo'r. Bo'lmasa, prixoshkaga o'tsak bo'ladi endi. Menimcha, men birinchi bo'lmasa tushungan narsalarimni aytasiz, tushunmagan qolib ketgan joylarini siz aytasiz. Oynamiz bor, kirganda, chiqib ketayotganda inson o'zini boshdan oyoq ko'rib, luk qanaqa chiroylimi, nima yarashgan, nima yarashmagan, hammasini ko'rib, podbor qilib olsa bo'ladi o'ziga. Yana nimalar bor? Bu ham menimcha oshxonaning mebellari bilan bir xil. Bir xil ketgan, hammasi bir xil ketgan. Ko'rganmisiz, shkafingizni, mebeli, kuxonli shkaf hammasi bir xil materialdan ishlatilgan. Tepada antresol, bu yerda oyoq kiyim uchun, ust-bosh uchun, kiyim uchun. Mana bu oyna esa albatta uydan chiqib ketayotganingizda ust-boshingizga qarab chiroyli qilib tayyorlab chiqish. Zo'r. Hammasi push mexanizmlarda, Bloom mexanizmlarda zo'r. Bu yerda elektr shitimiz ham joylashgan. Mana shu mebel o'zini ichiga olib yashirib ketgan. Ertaga mabodo qanaqadir muammo chiqsa ham, qanaqadir dostуп olish, ta'mirlash qulay bo'lish uchun. Tak, dalish ketadigan bo'lsa bizda o'ng qo'limizda sanuzul. Keling, birinchi bo'lib kafelni tushuntirib bersangiz, bitta kirganda odamni ko'ziga tashlanayotgan birinchi narsa kafel, sanuzulda qanchalik premium chiqishi baribir kafellarning stiki qanchalik chiroyli chiqqaniga bog'liq. Kafellarimiz hammasi minimalizm stilda qilingan. Bu kafelning moddasi misol 5 yil, 10 yilda o'ladigan modda emas. Guli yo'q, fakturasi yo'q. Shu narsaga ahamiyat berasiz. Hammasi однотонный keramogranit ishlatilgan. Hatto rakvinalarga e'tibor bersangiz, bir xil ishlangan, qirralari ideal darajada qilingan. Eng ahamiyatli jihatlaridan. Yana plus tarafi, hozirgi zamonaviy smestitellar skritli qilib qo'yib ketilgan devorning ichida. Bu narsa hozir akkuratni. Bundan menimcha yaxshisi yo'q, chunki artib tozalab olishga juda ham qulay. Grafitovoy rang ishlatilganmiz. Hamma narsa hozir grafitovoy ranglar trendga chiqayotgan smestitellar ranglari hisoblanadi. Unitazlarimiz groy ishlatilgan. Bu yerda dush smestitellarimiz ham hammasi skritli sistemada, hammasi grafitovoy rangda ishlatilgan. Plus bu yerda maksimalni kompaktni qilib
stiralka, sushilka и tepada parashoklar qo'yish uchun yashiklar o'rnatib ketganmiz. Yana bitta ahamiyat beradigan joyi yaxshi ekan, unitazni tepasida sredstvalar qo'yish uchun, bumagalar qo'yib qo'yish uchun yana bitta joy qilib ketilgan ekan. Albatta, qo'shimcha bu narsalarni o'rnatsa bo'ladi. Bu ham joydan maksimal foydalanish. Shunaqa. Dальше bizda spalnimiz keladi. Juda ham kompaktli ishlangan. Hammasi mujassam, e'tibor bersangiz. Yotoq bor, shkaf bor, hammasi kompaktni joylashtirilgan. Malyarkasi haqida siz bilan ozgina gaplashadigan bo'lsak, nima mahsulotlar ishlatilgan, qanaqa kraska ishlatilgan, nimaga mana shunaqa rang tanlagan именно? Bu yerda teplый ranglar ishlatilgan, maksimalni iliqlik bo'lishi uchun. Chunki bu uy ijaraga beriladigan uylarimizdan bittasi hisoblanadi. Xonadon egasi chet elda yashaydi. Bu uyni maksimalni yaxshi narxga inostransga topshirishimiz kerak ijaraga. Shuni inobatga olib, iliqroq ranglar ko'proq ishlatganmiz. Ko'rganmisiz, hamma joyda ton shunaqa. Hozirgi menimcha trendda bo'layotgan ranglardan shu bittasi hisoblanadi. Element ozgina neoklassikani ramkasi sifatida spalni qismida ishlatib ketganmiz. Shkaflarimiz bilan ham ozgina shtobi kontrast bo'lishi uchun. Pol haqida ozgina gapirib beradigan bo'lsangiz, yo'lka juda ham chiroyli tanlangan. Naqshlari ham bir-biriga zo'r turibdi, bir-biriga juda ham mos. Qanaqa ishlatildi laminatlarni? Laminatlarimiz 1-2 qalinligida, yo'lkalarimiz Xitoydagi 33-klassli laminatlari. Menimcha eng zo'rlardan bittasi. Hozir yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Xitoydagi menimcha Yevropanikidan qolishib ketgani yo'q. Yevropadan kelsa o'tyapti Xitoy. Bu yerda, конечно, TV zonamiz bor. Oynamiz tushgan, make-up zona qilingan. Dalshi menimcha ketsak bo'ladi obzorga. Menimcha sekin zalga o'tsak bo'ladi. Vidiga bitta 5 bor. Zal действительно chiroyli. Bu yerda eng главный joyi ham menimcha zal. Chunki to'liq panoramli oynalar qo'yilgan, ularning odamlar o'zi haqiqatan ham shu uchun ham pulni to'laydi. Nestvanda men ayta olaman, bunaqa vid yo'q. Nestvanda bunaqa vid yo'q. Boshqa joyda ham men ko'rmadim, misol Madeira Tower'da ham ko'rmadim, lekin View Tower именно City'ga qaragan tarafi bu особый joy. Zo'r. Keyin yana bitta ahamiyatli jihati, e'tibor bersangiz, ramichni panellarda hammasini shpondan ishladik. Shponlarimizni e'tibor bersangiz, hammasi naturalniy shpondan ishlangan. И внутрипольный konvektorlar qo'yilgan. Mana shu shpon deganingizda, любой mebelchi, подключер remont qiladigan odam shpon deb maqtanib chiqadi. Nimaga? Nima plusi bor o'zi, nima unikalnosti bor bu? Shponda eng unikalniy jihati bu tabiiyligi. Badavlat odamlar hammasi shpon ishlatadi, tabiiylikda. Yog'och ishlatmaydi, tabiiylik fakturasini xohlashadi. Shu jihatdan ham o'zi injenerskiy shpon bor, и naturalniy shpon bor. Biz imенно bu yerda naturalniy shpon ishlatganmiz. Ko'rayotgansiz, gullari har xil, lekin o'ziga yarasha chiroy berib turgan. Yana bitta yaxshi ma'lumot eshitgandim. Shpon ishlatildi-mi, sizga bo'ldi u. Tabiat tomonidan bir marta yaratilgan, o'sha shponning naqshi faqat sizda bo'ladi, boshqa hech kimda takrorlanmaydi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Zo'r. Keyin qarang, konvektorlar haqida gapirdingiz. Bu yerda katta panoramli oynalar bor, konditsionerlarimiz bor har bitta xonada. Ko'pchilikda mana savol bo'ladi. Qarang, teplый pol, konditsioner, konvektor, yana nima? Radiatorlar, 4 xil, 5 xil isitish sistemalari bor. Bir-biridan nima farqi bor? Qaysi birini qo'yish kerak, qaysi birini qo'yish kerak emas? Shu bo'yicha ozgina ma'lumot bering. View Tower'da o'zi administratsiyasi tomonidan, View Tower'da управленческий kompaniya tomonidan bu внутрипольный konvektorlar qo'yib ketilgan. Isitish sistemasi faqat konvektor orqali bo'lyapti. Asosiy nimaga? Panoramli oyna bo'lgani uchun o'sha issiq sovuqni yaxshi qaytarilgani hisobiga o'sha narsa to'liq yaxlit hamma oynalar tagiga qo'yilgan. Plus bu yerda elektrический теплый polga ruxsat bor, и konditsionerga. O'shalarda misol menimcha uyda isitishga yetarli sistema deb hisoblayman. Zo'r. Давайте bo'lmasa ozgina patolog haqida gaplashadigan bo'lsak, nimalar ishlatildi, qanaqa stil bu, nimaga aylanmas chiroqlar tanlanildi? Bortlarimizga e'tibor bersangiz, katta 35 sm bortlar berilgan, gipsdan qo'yganmiz. Bu o'ziga yarasha uyda ko'rkamlik va baland ko'rsatish uchun bu narsa element ishlangan. Sababi ikki taraflama regil bor. Regillarimizni yopish uchun, o'shanga yarasha dizayn qilish uchun shu narsani biz o'ylaganmiz. Значит, aslida regil bo'lgan bu yo'li. Albatta. Regil bo'lgan, uni chiroyli yopib ketgansizlar. Zo'r. Bu yerda пожарный sprinkler sistemalar qanaqa ishlaydi? Пожарный sprinkler sistemalarimiz hammasi qoldirib ketilgan, patolog bilan na uровне olib ketilgan. И пожарный datchiklarimiz bor.
bular hammasi sentralni ishlaydi. TV zonamizga o'tadigan bo'lsak, ozgina gaplashadigan bo'lsak, nechtali televizor, qanaqa решениялар bo'lib ketdi? Bitta 65 tali televizor qo'yilgan, panellarimiz, TV bordlarimiz bor, hammasi krashinli mebeldan ishlangan. Adashmasam, yana bitta mana siz ahamiyat bermayotgan, lekin ko'p patrush remont qilmoqchi bo'lgan insonlarni adashadigan joyi bor. Bilsangiz, mana bitta simlar osilib xunuk bo'lib yotadi. Sizlar menimcha bitta tunnel tashab ketgansizlar, чтобы qanaqadir ertaga PlayStation qo'yilsa yoki bo'lmasa boshqa narsalar qo'yilsa, ulash, connect qilib olish udobniy bo'lishi uchun simlar osilib xunuk yotmasligi uchun. Bu narsa hisobga olib ketilgan. Mebellar qayerdan olindi, nech pulga tushdi, nimaga aynan shular tanlandi? Mebellarimiz hammasi o'zimizni местный производство mebellari, lekin hozir o'zimiznikilar ham chet eldan qolishayotgani yo'q. Akkuratni, kompaktni, menimcha ijara uchun yaxshi sharoit yaratilgan. Bundan menimcha ortig'i bo'lmaydi. Ha, aytgancha okamlar o'zlariga qilmadilar. Investitsiya uchun maksimalni tejab, chiroyli remont qilib olish. Agar ijaraga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda 3 ta 4 ta variantlarimiz bor. Yuqorida qilingan kvartiralar. Albatta murojaat qilsangiz bo'ladi bizga. Bu bo'yicha ham yordam bera olamiz. Oybek aka bitta ochilmagan bitsemamiz qoldi. Mebelchi ochiqini aytamiz, juda ham qiynalyordi. Nima holat bo'lgan bu yerda? Okamiz aytganimizdek, arendator qo'yish uchun olganlar, investitsiya uchun remont. Biz remontlarni qilib berdik, eshiklari hamma narsasi, bitta mebeli ozgina arzonroq o'zlarining tanishlari aytgani uchun mayli deb berib yubordilar. Remont tugaganiga 4 oydan oshyapti. Mana yaqinda mebelchi tugatib chiqib ketdi. Fikrlaringiz bo'lsa, aka, nima desam, patrush remont berilyaptimi? Bitta insonga berilishi kerak, o'sha bitta odamdan sпрос qilish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsani har doim men aytib o'taman, Ulug'bek. Remont, mebel bitta odamga berilishi kerak. 1 so'm, 2 so'm qimmat bo'lsin, lekin bu bosh og'riqdan qutulasiz, bosh og'riqdan. Buni mebelchini qara, orqasidan yugur, chop, nima bo'ldi, qancha bo'ldi, yo'qolib qoldi. Mana o'z misol tariqasidan takrorlab aytaman. 4 oy o'tdi debsiz. 4 oyda qancha foyda olsak bo'ladi? Shuning uchun men bitta narsaga e'tibor beringlar deyman. Tejash deganda boshqa taraflardan tejashimiz kerak. Materialni narxidan emas. Bu tejaydigan joylari imkon darajasida ishonchli kompaniyaga bersangiz, ishonchli reputatsiyasi bo'lsa, o'sha kompaniya taraflama vaqtingiz ham, pulingiz ham, asabingiz ham tejagan bo'ladi. Menimcha lokatsiya yaxshi. 1 oylik arendani o'zi ham nech pul turadi? 1 oylik arenda 1000-1,5 dollar atrofida turadi minimum. Adashmasam, bizga bergan narx bilan o'sha mebelchini narxi ham bir 1000 dollarga yaqin narx bo'luvdi. 4 oylik 1000 dollar menimcha bu yerda okamiz ozgina yutqizib ham qo'yyaptilar. Tak, menimcha obzorimizni уже yakunlasak ham bo'ladi. Agar xato kamchiligi bo'lsa, uzr, to'g'rilashga harakat qilamiz. Xudo xolasa keyingi kontentlarda va обязательно kommentariyada yozib ketinglar. Yana qanaqa mavzularni olib chiqsak sizlarga qiziqroq bo'ladi podключ remont sohasida. Va rozi bo'lasizlar vaqtingizga. Ozgina foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Podключ remonti kerak bo'lsa, ishonchli kompaniyaga topshiring. Oqsa jamoasi menimcha sizlarga eng ma'quli bo'ladi.